balki yoshararmiz, nima dedingiz? Tabriklashinglar mumkin. Yana Instagramga qaytdim. To'g'ri, orada ozgincha Instagramdan dam oldim. Lekin yuzimga uxotlarni, har xil kerakli protseduralarni to'xtatganim yo'q. Va bugun ikkinchi marotaba rejuran olganim boshlanishi yomon emas, yaxshi kulib kutib olishdi. Qo'limdagi faylda bo'lsa dermatologlarni ma'lumotlari, shu klinika haqida poliy ma'lumotlar berilgan. Bitta bo'lsa, shu klinikada protsedura olgan mashhur insonlarni imzolari ekan. Tasavvur qiling, mashhur bo'lib ketsam, meni ham imzolarim mana shunaqa divorlarda ilinib tursa-ya, nima dedingiz? Ko'p xayol surmang, ninaxon bo'ldi, yuzingizni yuvib chiqing, protsedurani boshlaymiz deyishdi. Yuzimni cleansing oilda yuvib oldim. Qizlar, kommentga yozib ketinglar, kim qaysi firmani mahsulotlarini ishlatadi yuziga. Meni shunaqa xonaga olib kirishdi qizlar. Kim bilib turib o'zini qiynaydi, kim? O'zi meni jonim paxtadan qanaqa qilib chidab o'tiribman, bunaqa qilib shpris tiqishiga hayronman o'zimga o'zim. Orada nimalarnidir eslab yig'lab ham oldim qizlar, ishoninglar. Lekin oxirigacha chidadim qizlar, ishoninglar. Go'zallik qurbonlik talab qiladi deb bekorga yetishmagan ekan. Yuzimni tinchlantirgani nimadirlar qo'yib qo'ydi o'sha kuni, lekin qizlar uyatdim. Ugridan qolgan izlarga o'xshaydi xuddi. Bir haftadan keyin natijasi sezilishni boshladi. Menga yoqdi va bu protsedurani QD klinikasida hammaga tavsiya qilaman, rejuran olinglar.